Assalomu alaykum, Chorva savdosi kanali podpischilari. Sizlarga mana sotiladigan 3 ta qo'ylarimizni. Mana shu yerda turadimi? Mana shu yaxshi ekan o'zi. Bu eshikni yopib turib. Kiring siz ham. Otabek aka. Akalar yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Ha, akalar shu sotiladigan qo'y. Xudo xolasa yangi qo'zi, bo'g'oz. Ha, qaysinisi hozir bo'g'oz? Eti yaxshiroq. Eti yaxshiroq bo'g'oz. Sotiladigani shu aka. Endi telefon nomerlar qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqsa kelishamiz aka. Bunisi-chi? Bunisi sotilmaydi. Bular sotilmaydi yana bola. Mana. Faqat bitta ana kattani sotasiz. Bo'lmasam ushlasak bo'ladimi? Ha, ushlasak. Siz o'zingiz ushlab. Keyinchi siz ko'rib men ham shuncha deydi. Xo'p, Tishini ham ko'rsating buni. Mana aka. Yo'q, birinchi qoringa bo'g'oz bu. Xudo xolasa. Sog'lom. Xudo xolasa hamma o'zi quloqlari kesilmagan. Hamma o'zi. Bo'ldi, shu bilan qo'ydi bo'yini aytadi. Kilosi shart emas. Ha, kilosi aka, shu 60 atrof chiqsa kerak. Shu 50. 50. Kilosi shu 50 bilan 60 ta o'rtasida. O'rtasida chiqsa kerak. To'g'risi men ham Taxmin. Taxmin. Bo'yi 70 dedingiz. Voy 65-70 ta aka. Mana shu qo'yimiz sotilar ekan akalar. Nomerini yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.